Barchangizga assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Bugun 12-iyul haftaning yakshanba kuni sizlarga Samarqand mashina bozoridan har xil mashinalar narxlarini chiqaramiz. Arzon Cobalt'lar, Tracker'lar, Nexia 1, Nexia 2'lar, Tico'lar, Damas, Labo'lar, xullas hammasidan olganmiz. Qad videoni oxirigacha ko'rib, like'larni bosib, podeshka bo'lsangiz bo'ldi do'stlar. Sizlarga bundan ham arzonlarni, zo'rlarni chiqarishga harakat qilamiz. Like bosib, podeshkada bo'linglar. Biz videoni boshladik. Vay Cobalt'chani qaranglar-da. Qanday diskachasi yoqdimi sizlarga do'stlar? 2023-yil ekan. Attiga bu tomonda bir ikkita petno joyi bor. Eshik bilan krilosida Dark Moon Blue rangda. Diskachasi lekin juda yarashib turibdi bizga. Mana shu vakuum joylari ham bor даже. Petno mana shu yerda bo'lgan. Deyapti. Goodyear balon. Hop, diskalarda, Vosin diskalarda turibdi mashinamiz. 17 lik diskalar do'stlar. Xullas mashinamizga metan gazlar o'rnatilgan. Ko'rasizlarmi? Zapaskalar ham bor. Hop, salonchilarni ko'rsatamiz. Proveksiyasi 65566 ko'rsatyapti. Ko'rasizlarmi? Xullas bozorda ancha qimmat, lekin bizga kanal uchun oxirgi narx shu 9500 yana kelishadigan joyi bor. Boshqa joyda chiqmaydi, bitta o'sha. Bu ustalarga tekshirtirib olsa bo'ladi. Variantlar bormi? Variant bor, 1-2 oyga. 1-2 oyga variantlar gaplashsa bo'ladi. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 77 lik 77 lik 012 012 0497. 0497. Aloqaga chiqamiz, gaplashamiz do'stlar. Do'stlar, 2018-yil arzon narxda Cobalt sotuvga chiqdi. Mashinamiz narxi $7200. 2018 avtomat korobka. Mashinamiz xarajati yo'q hozirda. Qaranglar. Birdaniga boshdan aytaman, biz unaqa nima qilib o'tirmaymiz. Kapot bilan mana bu krilo almashgan, lekin qattiq ko'tarib joylari yo'q. Shu lag'kicha ozgina bo'lgan, yashyapti. Metan gazlar o'rnatilgan. Konditsioner ishlab turibdi, to'g'rimi aka? Yo'q. Furyon qolmagan, ha? Juda yaxshi. Metan gazlar oxirgi pokoleniya qo'yilgan, ABS bor. Xo'p, hadovoyda ishi yo'q, to'g'rimi? Diskalarda mashina mana salonchilarni ko'rsataman. Salonchasi ham holati zo'r. Pioner mafon. Probek 138 ming halol, ha? Orqa stopniklari qop-qora. Bitta bosib olish kerak-da shu orqasi. Ukam. Orqasini ko'rsatamiz. Yo'qsa bosib olaylik. Metan gaz. Zapaska balon. Nasıl var? Shumka faqat orqasi bo'lgan, ha, menimcha shu. Tom 4 eshik. Gap yo'q. Glantsev stoykalar qilingan. Xullas narxi 7,5 so'rayapsiz. Siz 7200 oxirimi yo'q? Ozmoz yana nima qilamiz? 7 qilamizmi yo'q? 7ga bermadim aka, balandiga bitadi. 7 dan balandiga bitadi, ha? Shu 7 qilsak yaxshi bo'larmi deganda. Endi bozordan keyin chiqadi. Narx bo'lsa ko'ramiz aka. Narx bo'lsa ko'ramiz, ha? Narx bo'lsa, shitir bo'lsa yana gaplashamiz deyapti do'stlar. Aloqaga chiqinglar, gaplashinglar. Telefon nomeringiz 94 lik 043 043 16 92 raqamiga aloqa chiqib gaplashingiz bo'ladi. Boshida qayerda bo'ladi aka? Katta Qo'rg'onda bo'ladi. Katta Qo'rg'onda bo'lar ekan. Aloqaga chiqamiz. 2018-yil top-toza Cobalt'lardan ko'rsatamiz. Bir ko'rikdan sal ziyod yurgan, 130 qancha yurgan. Proveksiyasi RS oblitovkalar qo'yilgan. Lekkanolari Lekkano qilinganligidan qo'yilgan. To'ys, do'stlar. Qaranglar. Metan gazlar o'rnatilgan. ABSimiz bor. Mashina tayyor. Umuman hech qayerga xarajat qilmaysizlar. Konditsionerimiz ham bor. 4 ta pachka balon. Bozorda o'zi 8200 so'rashyapti, lekin oxirgi narx hozir oxirida aytaman. Glant stoykalar qilib qo'yilgan. Chexol taqilgan, polik taqilgan. 132 mingdan ziyod probek ko'rsatyapti. Ko'ryapsizlarmi? Video registrator. Hamma yo'qlari zo'r. Do'stlar, zapaska balon. Xullas mashinani
oxirgi narx biza kanal uchun 7700 ga beraman deyishdi. Aka kelishtirib berasizmi desam, yo'q, oxiri shu deyishdi. Aloqaga chiqinglar, gaplashinglar, bilmadim, lekin oxiri shu deyishdi. Endi savdoni o'zlaringiz yana pishirasizlar-da. Voy tushsalar ham kerak. Xo'p, xarajat yo'q. Yo'q, xarajat. Bo'lmasa 7700 oxir, ha? Irrimagan bo'lmaydimi bironimi? Taqilgani o'sha bo'lsa sotiladi. Variantchi. Kreskasi 100% toza. Top-toza, ha? 4 ta yangi balon. Balon yangi. Motor, korobka, hadovoy umuman ishi yo'q. Bexarajat narsa. Bez xarajat narsa. Kreskasiga 100 talik javob. Ustalik javob. 7600 so'ralyapti, berilgan yo'q naqdga 7700 bo'lsa sotiladi. Sotiladi, ha? Tushunarli. Telefon nomeringiz aka? 93lik 93lik 858 858 9100. 9100 raqamlarga aloqaga chiqib bog'lanib olsangiz bo'ladi. Mashina qayerda bo'ladi aka? Tayyor. Tayyorlik. Do'stlar, 2019 avtomat Ravoni do'stlar arzon narxda berib yuboraman deyishyapti. Xo'p, kapotning krosda kaskasi bor. Havo holatini ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, salonchalarni ham ko'rishingiz mumkin. Narxlar tushmoqda. Ko'rasizlarmi qanday? $6000 ga avtomat korobka. Kolonkalar qo'yilgan, pioner. Chexol, polik. Mana tashalgan. Xo'p, hozir ko'rsatamiz. Narxcha lekin zo'r, ha? Nima deysizlar? Laykcha bosamizmi endi? Bu yerda qandaydir zapravka kalpaklar diski yo'q ekan. Metan bor. Do'stlar. Xo'p. Metan gaz do'stlar. Abes bor. Faqat mana bu yer ozgina yorilgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu yer kriloda menimcha ozimiz sredniyroq udarlari bor ekan. Endi yomon emas do'stlar. Buni bitta tekshirib olish kerak. Ko'rasizlar. Yo'qsa bosib yuborasizlar. Xo'p, xarajati aka bormi birovmi? Xarajatni gazni qo'yib haydash kerak. Gazni qo'yib haydash kerak. Xo'p. Hamma yo'qlari chotki ishlab turibdi. Hamma yo'q shot. Oldi farallar ham led ekan. Xo'p, probeg qancha? Probeg 197. 197 ming halol ha o'zi. Halol o'zi. Juda yaxshi. Narxini qanchaga beramiz aka? 6000 ga biron nima qo'shib so'rasalar beramiz. 6 o'zi bo'ladi. Ya biron nima qo'shsalar. 6 dan baland ekan. 6 dan biron nima qo'shsalaringiz beraman deyishdi. Do'stlar, aloqaga chiqinglar, gaplashinglar. Ham bor 3 oy. Generalni ham bor. Juda yaxshi. Xo'p, bunisi-chi aka? Bunisi yilnichi? 20. 2020. Mexanika, metan gaz bilan o'rnatilgan ekan mashinamizga. Xo'p, kraskasi-chi aka? Kraskasi bor 4 ta detal. 4 ta detalda kraska bor, petnolari bor ekan. Do'stlar, chiroyli bo'lsin diskalar. Yo'lga balonlar qo'yilgan. Xo'p, chexol, moliklar 297 mingdan ziyod probeg. Do'stlar, zo'rlar. Bitangiz. Zapaska balon. Nasıl bu? Gel. Xo'p, buni ham hozir ko'ramiz. Buni qancha beramiz aka? 6700 oxiri. 6700 tochkasimi? Tochkasi. Undan kami yo'q. Yo'q. Xo'p, holatingiz javob beramiz, xudo xolasa. Konserlargacha ishlab turibdi. Konserlargacha ishlab turibdi. Gap yo'q. Abesam bor. Ko'rasizlar? Xo'p, variantlarchi? Yo'q, naqdga faqat. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz? Avtokreditdan bo'ladi. 99 99lik 772 772 771 41 42. 771 41 42. 42 raqamlarga aloqa chiqib bog'lashingiz mumkin. Variantlarga gaplashaveramiz, ha, xudo xolasa. Bolasi bank. Xo'p, azizlar, bu yerdagi mana mashinalarni hozir obzor qilamiz. Oxirigacha ko'ringlar. Bu yerda ham yaxshi mashinalar bor ekan. Bu yildichi ekan aka? 2024-yil. Bu qanaqa nimasi aka? Redline oxirgi pozitsiyasi ekan. Do'stlar, nomerchalari qaranglar, 001 chiroyli nomerlarda turibdi. RS облицовкалari. Xo'p, nimalar qo'yilgan mashinamizga aka? Облицовка, мягкий баллон, пару. Balon, paruklar qo'yilgan, tonirovka. Propan gaz, tonirovka ruxsati qancha bor aka? Ruxsati qancha bor tonirovka? Tugaydi, ha, yaqin. Tushunarli. 33 mingdan ziyod yurgan ekan. Bilasizlar, ko'rasizlar.
Xo'p, qanchaga beraveramiz aka buni? Kelishtirib oxirgi narxingiz. 16,5. Savdosi bormi? Sunnatiga o'tib beradigan joylari bor. Qanchaga bitadi? Bir 16gami? Yo'q, 16. 16ga bo'lmaydi. Tochkasi 16300. 16300 tochkasi ekan. Tushunarli. Xo'p, bunisi aka. Bunisi 25 Premier Plus. 2025 Premier Plus kraskasi Toza 25. top toza. 21 ming yurgan. Tushunarli. Balon holatlari, parog, obitsovkalar ham qo'yilgan. Hop, 25 ming yurgan ekan. Juda kam yurgan. Ko'rishingiz mumkin. Qarang. Raslan tiniq turibdi, moshincha. Trekker, lekin yaxshi moshincha. Kimga yoqadi? Yozib qoldiringlar. Buni qancha beramiz? Tochkasi aka. 17200. 17200. Oxiri shu, ha? Savdosi yo'q. 17200. 17200 bo'lsa beramiz deyapti. Tushunarli. Xo'p, bunisi aka. 23-yil. 2023-yil. Aha. Nimalar qo'yilgan? Gaz qo'yilgan, avitsovka qo'yilgan, balon qo'yilgan. Gaz, oblitsovka, balon qo'yilgan. Balonchalari ham yaxshi aka. Yaxshi balonchalari. Xo'p. Tonirovka ruxsati yo'q, ha, mana shu. Bor, ha? Uchoq qo'ygan ekan. 42 mingdan ziyod ko'rsatyapti. O'zimiz. Biz registratorlarni qaranglar. Innova qo'yilgan. Полный кожан. Do'stlar, yaxshi, holachasi emas. Buni qancha berib yuboramiz aka? Buni 14800 ga beramiz. 14800 dollarga berib yuboramiz deyapti. Ozmoz savdosi bormi? Bor. Savdosi ham bor. Tushunarli. Keyingisicha sizdanmi? Yo'q, aka. Akaniki ekan. Xo'p. Aka, variantlar nima qilamiz? Bank, variant, Vikup Bank, hammasidan bor. variant, Barter Vikup. Barter любой moshinga. bor. Shu GM bo'lsa bo'ldi. Jim bo'lsa bo'ldi. Gap yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 99lik. 99lik 317 317 88 44. 88 44 raqamlarga aloqa chiqasizlar, gaplashasizlar. Do'stlar, mana shu mashinalar xohlaganingizni kelib, tanlab, yana talashib tortishib olsangiz bo'ladi. Mashina qayerda bo'ladi aka joyi? Samarqand shahrida bo'lar ekan. Aloqa chiqamiz. Do'stlar, keyingi mashinamiz Nexia 1 2002-yil ekan. Mashina metalik rangda. Ko'ramiz qana holatlar qanday. Motor ходовой коробkalar qanday aka? Tormoz vakuum ko'rsatish kerak bo'ldi. Tormoz vakuum ko'rsataverasizlar, tamom. Gidravlika, metan gazlar o'rnatilgan. Usilichilari uzun ekan aka. Usilichilari uzun ekan. Juda yaxshi. Do'stlar, mana balon holatini ko'rishingiz mumkin. Kalpaklarda. Kraska qanday aka bunda? Lotka sepilgan. Lotga sepilgan. Juda yaxshi. 642 mingdan ziyod probeg ko'rsatyapti. Salonchalar yaxshi, lekin yomon emas. Do'stlar. Endi ochildi. Xo'p. Suyaklari butun, ha, chirik-chirik. Hamma joyi ishlov berilgan, hamma joyi. Ishlov berilgan, chiroyli qo'yib kelgan. Shumkalari bo'lgan, metan bor. Metan 80 talikmi, nechtalik? Qolmani 80 talik. 90 talik. 90 talik, ha. Juda yaxshi. Olib minish kerak, ha, hozir. Qanish kerak, taka xarajat yo'q, men chekka. Xo'p, narxini necha pul qilamiz? 23 million siz nomingizga kelsa, sunnatga nima o'zi. 23 million, yana sunnatiga o'tib beradigan joylari bor. Shunda 20 million bo'ladimi? 20 ni tepasida gaplashamiz aka. Ozmoz qo'shishlar kerak, Ha, ha. oz 20 bo'lsa lekin yaxshi bo'lasiz aka. 20 ni tepasi hangama qilamiz. Kelsa shunda ham Hangama kelishtirib qilamiz. beramiz aka, chiroyli. Shunda ham yana kelishtirib ham beramiz deyishyapti. Xo'p, juda yaxshi. Telefon nomeringiz aka? 88 88lik 897 897 84 84 89. 89 raqamlarga aloqa chiqib, varianti ham bor. Qancha boshdan bersin aka? 10 million bo'lsa yetadi. 10 million yetadi, yo'qni gaplashsa bo'ladi. Dokument nomasi yo'q, ha? Любой dokument. Любой dokument bo'ladi. Keyingi mashinamiz do'stlar Nexia 1 2002-yil 2000 dollar so'rashyapti. Do'stlar, yana kelishiladi, metalik rang. Xo'p, qanday motor ходовой коробkalar aka? Motor yaxshi, zo'r. Zo'r, ha? Ходовойлari ham, коробkalari ham zo'r. Juda yaxshi gidravlika, metan gazlar o'rnatilgan, balon holati ham yaxshi. Bemalol kuzgacha maza qilib minib yursangiz bo'ladi. Kuzovlarimizda, kraskalarimizda, yomon emas. Bir ikkita qirilgan joylarni ko'ryapman, lekin polirovkada chiroyli qilib olsangiz bo'ladi. Ishlari lyuks. Xo'p. 498 mingdan probeg ko'rsatyapti. Salon holatlari ham yaxshi.
Ну, bir ikkita tushirib tortilgan joylar shunaqa. Yomon ko'rinadigan joylari bor. Hatto yomon emas, yaxshi holatda do'stlar. Ozgina marafizcha qilingan. Do'stlar, ko'rasizlarmi? Bitangiz. Hop. Arkasi ham butun, ha, xudo xolasa. Orqasi butun. Hozir biron xarajat qilish kerak ekan mana shu. Yo'q, xarajat yo'q. Xarajat Xarajat kerak endi, olib qara. Olib faqatgina minish kerak, ha. Xo'p, $2000 qancha qilamiz aka? Kelishtirib ayting. Aka, endi undan ortiq qanday yana? Aka endi hozir hamma arzonroq Ha, telefon aytyapti qilsin aka. endi gaplashamiz. Kraska bo'lmagan joyi bormi biron? Qo'l aschitel bo'lgan bitta. Assiz bo'lgan, ha. Ha, Manimcha bitta mana shu yer qolgan u. Ashilib turibdi-da. Juda yaxshi aka. Baraka topamiz inshaalloh. Ha, baraka topadi. Shu 20 bo'lsa beramizmi? 20 million so'm. 20 million hozir ham bozordan so'rab turibdi. So'rab turibdimi? Lekin yaxshi narxda aka. Yo'q. Ko'nglingiz nechi pul aka? Endi baribir 2 million o'tib berasiz. 24 deyapmiz, endi o'tib beramiz aka. Qancha bo'ladi? Ha, Ha, 21 qilaylik aka. Ha, Bering. o'tib beramiz aka, telefon qilaversin. O'tib beramiz, ha. Do'stlar, endi savdosi bor, bozor issiq, baribir qaytgandan keyin biz video chiqaramiz, o'shanda savdo bo'ladi. Kelib ko'ringlar, ustilar tekshirtirib olsin, ha. Variantlarchi? Variant ham chiqadi. Chiqadi, ha. Juda yaxshi. Telefon nomeringiz aka? 94lik 94lik 185 185 0493 04 93. 93 raqamlarga aloqa chiqasizlar, gaplashasizlar. Moshuncha lekin narxi tayyor. Nexia narxlari ham juda arzon bo'lib ketdi. Qaranglar, $2200 ga mana shu Nexia 2 sotiladi va narxi yana kelishiladi ham, do'stlar. Qaranglar, holachasini bitta like bosinglar, men obzorchasini hozir qilib o'taman, do'stlar. Optira diskalar qo'yilgan, ozgina pasatkachasi ham bor, baliq holati ham yaxshi holatda ekan. Mana, mashinam salon ishlari, lyuks. Mafon bor. Holati akkuratni holatda ekan. Do'stlar, ko'ringlar. Yo'qsa bosib borasizlar. Motor mo yemaydi, ha? Motor mo yemaydi, birorta motor. Metan gaz, gidravlika hammasi bor. Hadovoyda ishi bormi? Hadovoyga bor. Hadovoyda ozmoz ishi bor deyapti. Mashinamiz polностью kraska sepilgan. Sariqdan, ya'ni oqga bo'yalgan. Do'stlar. Bitta orqasini ochish kerak-da. Qalitdami? Hop, metan. Zapaska balon. Nasıl bor? Do'stlar. Hadovoyda ozmoz ishi bor deyapti. Hop. 2200. Bo'ladigan qanchani? Qancha o'tib bera olamiz? Maksimum. 2 dan past bo'ladimi? 1900. Undan kam yo'q, ha? Chunki 1700 1800 mashina bo'lsa bergan yo'qdirlar. 1900 bo'lsa beramiz, ha, bo'lsa. Oxiri $1900 ekan, do'stlar. Aloqa chiqinglar, gaplashinglar. Shu bitta hadovoyda ishni qiladi. Kuzov qanday aka suyagi? Kuzov zo'r, ha? Polni kraska bo'lgan. Polni kraska bo'lgan, sariqdan Sariqdan oqqa o'tgan. Tushunarli. Texpasport oq. Texpasport oq. Juda yaxshi. Telefon nomeringiz aka? 95 91lik 297 95lik 95lik 257 257 aha 29 22 29 22 raqamlarga aloqa chiqib bog'lanib olsangiz bo'ladi. Moshuncha naqadu. Ko'pchilik aytayapti, bozorda narxlar tushyapti, savdo bo'lyapti. Ya'ni do'stlar, muzlagan do'stlar, hamma ko'rib ketyapti, hech kim oladigani yo'q. O'shanga do'stlar, bu yog'i endi narxlar tushib ketadi katta ehtimol bilan. Oxirgacha ko'ringlar faqat do'stlar. Oxirgacha ko'rsangiz bozorda narxlar nech pul qanaqaligini albatta bilib olasizlar. Mana bu Damas'imiz 2024-yil ekan. Xo'p. Aka qancha yurgan ekan? 86 ming yurgan. Gabi. Xo'p. Mafon, kolonka, polonkachalari ko'rasizlarmi bor. Mana. Xo'p, salomchalari yaxshi. Balonchalar ham yaxshi. Qalpoqlarda ekan. Do'stlar, gazlanmaydi. Yaxshi.
holati yaxshi. Do'stlar. Xizmat qilgan mashina. Xo'p. Kraskasi qanday aka buni? Kraska yo'q aka. Kraskasi yo'q, ha? Yo'q. Umuman kraska yo'q. Tushunarli. Xo'p, qancha qilamiz aka? Nechta pul so'rabsiz o'zingiz? Men 80 kam bor. 80 kam bor deyapsiz, ha? Qancha bo'ladi? Tochkasi. 70 ga beramiz. 70 kami? Yana cho'lamizmi? Kanaldan so'raydi aka, ozma qilinglar. 70 67 66 mi qachab? Ha? Shtir sanasa aka kelishtirib berib yuboring. Kelishib beramiz aka. Bo'ladi, ha? Naqd bo'lsa kelishtirib ham beramiz deyishyapti. Aloqaga chiqinglar. Aybi yo'q, ha? Zatimi o'z padini. Yo'q, zadim bor. Chotga. Aybi yo'q, hech qayda aybi yo'q. Aybi yo'q, olib minish kerak. Ha, olib binish kerak. Bu tomon oldi, o'ng tomon darvozaga urib olganmiz. Bu tomonni. Tamam. Ha, ozgina nima qilib ko'rdim. Darvozaga urganmiz. Darvoza ochilib ketib urilgan. Mana shu Faral originalmi ish qilib? faral original deb qo'yilgan, lekin kraska vakuumga ham olib bo'lmaganmiz, kraska ham tegizmaganmiz. Shuning Tushunarli. uchun bu defekt bo'lsa, shu defekt holda Tushunarli. sotamiz deb. Telefon nomerini aytib yuboring bo'ldi. 95lik 95lik 897 897 0506. 0506. Xo'p, variantlarchi? Variant yo'q aka. Faqat naqd, ha? Tushunarli. Xo'p, biz davom ettiramiz. Bu yoqda Damas'dan olish kerak deyishdi. Assalomu alaykum. Yil necha ekan aka? 2024 aka. 2024. Tayyor bo'lsin, diskalar o'rnatilgan. 1 yil ruxsati bor tamam. Tonirovka 1 yil ruxsati bor ekan. Akalar qaranglar-da. Polni hamma yo'q shumka. Gap yo'q. Avtoglassdan mana bunaqa lavoylar qo'ygan ekan. Tomlicha tonirovkalarga. Eshiklari jigirovka deyishyapti, qaranglar. Gap yo'q lekin. Chotki, yomon emas. Polni shumka hamma yo'q, ha? Shunga kolonka usliklar bor. Kolonka usilichil bor ham. Mana qaranglar, juda yarashibdi. 1,5 ming vatli usilichillar borlar. Barni orqaga qilibsiz aka? Orqa odam o'tirmagan. Orqada odam o'tirmagan deysiz. Pioner. Kolonka usilichil xonasi bor. Gap. Akalar. Buni oldiga ham ko'chirsa bo'ladi-ku, to'g'ri? Shirsa o'zi ketadi, chap. Ketaveradi, ha? Oldinga ketaveradi deyishyapti. Nech pul so'rabsiz aka buni? Buni 6,5 deyapman. Tomchi kraska yo'q, tayyor. Tomchi kraskasi yo'q. Tayyor ekan. Texpasporti necha aka? 24. 24, ha? Qancha aka bo'lishi? Kelishtirib ayting, bunaqa yaxshi narx bo'lsa aka tarsdan sotilib ketadi-da bizda. Taqilgan aytaymi? Taqalgan. 300 bo'lsa berib yuboraman. 6300. Ha. To'ppa-to'g'ri qilaylik aka. Yo'q, u pullarga. Shu pulga berasizmi deyman deb o'tiribman aka. Qildi aka, bozordan arzon aytayapman lekin bitta ko'rsa agar bozor. Lekin bozor aytaveradi-da, oladigan odam. Mana shu Qarang, 6200 qilaylik, gaplashamiz aka. 250 qism mayli aka. 200 normal aka, to'g'risida. Shtir bo'lsa obunachilaringiz ham mayli berdim mana shu. Generalga ham berib yuboraman. Generallikka ham berib yuboramiz, shunaqa. Juda yaxshi. Kelib ko'ringlar do'stlar, ustalarga tekshirtirib olsam bo'ladi, ha? Mashinamiz qayerda bo'ladi? Pazdarg'om Juma Lelizm. Pastarg'on, Juma Lelizm deyaptilar. Aloqa chiqib, bu yog'ini gaplashib olaverasizlar. Telefon nomeringiz aka? 88lik 88lik 907 907 2095. 2095 raqamlarga aloqa chiqib gaplashaverasizlar. Bir tomchi kraskasi yo'q. Gap yo'q aka. Probeg qancha edi? 43 ming halol. 43 ming halol. Tekshirtirib ham olasizlar. Gap yo'q. Zo'r variant lekin. Aloqaga chiqinglar, gaplashinglar. Biz davom etamiz. Assalomu alaykum. Ko'rsatmalimmi aka? Yil necha ekan bu? 35. 24, 35 ming yurgan ekan, ha? Qancha so'rabsiz? 6,5. 6,5 ming so'rabsiz. Bu navoroti faqat yo'q. Buni menimcha kelishtirib berasiz narxini. Gaz qanaqa gaz? Metan, ha? Kraskasi top-toza, ha? Gaz metan. Kraskasi top-toza deyaptilar. Biron xarajat. Diska ham yo'q, ko'paklarda. Xarajat yo'q, ha? Faqat yaxshi mana shunaqa chuqol qo'yganmiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Tamam. Nech pul? Amaki, kelishtirib ayting mana. Yonizdagi kelishtirib dur pul. 6100 solamizmi? Endi nima u xarajat qilinganda ancha. Chiroyli narx qo'yaylik amaki.
6dan pastga. Bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Yo'q, beraman. Berolmaymiz a. So'rashmasana 6dan pastga. 6dan pastga bormaydi deyishyapti. Ha 6 ekanda u yoqda, ha, ko'nglingiz shunaqa bo'lyapti-da. 6000 dollar ekan. Do'stlar, aloqa chiqinglar. Kraskasiga javob, probega javob. Juda yaxshi. Telefon nomeringiz? 99lik 084 82 34. Aloqa chiqinglar, gaplashinglar. 2004-yil qanday holat aka? Holat yaxshi. Xarajat. Xarajat minish kerak. Minish kerak. Motor nima deyapti aka? Motor yangi qilingan ekan. Xo'p, metan bor, ballonchalar ham yangidek turibdi. Karmetal diskalar. Ruslan. Xo'p, 226 mingdan ziyod probeg. Obshivkalar. Arxalari mana shunaqa. Kraska nima deyapti aka? Kraska bor aka. Qayerlarda? Bortida. Bortida bor, ha? Tushunarli. Hani usulchilar qilinganmi, moshinchi? Qilingan. Qilingan, ha? Xarajati yo'q. Xarajati yo'q. Qancha qilamiz aka? Nech pul so'rabsiz aka? 40 million bo'lsa berib olaman. 40. Qancha? Bo'ladigan qancha? 38 ga bitadi. 30 qilaylik. 30 aka. Ziyod ko'ryapti. Sodaladigan narx qilaylik aka. Chiroyli bir 36 ber. qimmat aytmasdan aka. 36 so'rab bozor aka. 36 shikalat qilibdilar-ku. Nima qilamiz? 38. 30 lekin mana shu shikalat bo'lsa kerak aka. Shepin. Mana balda so'rayapti. So'rab ketadi yolg'ondan, sizni savdodan qaytaradi. Ha? Telefon qilsa. Zo'r narx aytaylik, shuni tars sotasizda. Birinchida-ku hozir. Nima qilamiz? Tochkasi nechi? 36 dan 30. Pastiga 36 dan bir ozmoz tushib berasiz. 36 dan ana tushib chiroyli qilib beraman deyishdi. Endi dangalga gapiryaptilar. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 94lik 94lik 071 071 37 77 37 77. 77 raqamiga aloqa chiqib bog'lanishingiz mumkin. Do'stlar, biz davom ettiramiz. Xo'p, bu yoqda buni egasi yo'q ekan. Xo'p. Mana buni ko'ramiz, egasi bor ekan. Assalomu alaykum. Nech pul ekan? 50 million. 50 million so'm. Ko'ramizdan xudo xolasa. Yil nechi ekan buni? 11 yil 2011. 2011 xarajatichi? Bormi xarajat? Xarajati yo'q aka, zadni most, motor, korobka hamma joyi zo'r. Zadni mostga o'zi yo'q. Zadinoska o'zi yo'q, ha? Xo'p, 312 ming probeg ko'rsatyapti. Xarajati yo'q. Xullas olib minish kerak, to'g'rimi? Hammasi zavodskiy, damazlab qilingan. Tavaslab o'qilingan. Zavodskiy, shet hamma narsasi zavodskiy qo'yilgan. Usilit qilinganmi aka ramalari? Qilingan ramalar. Metan bor. Metani bor, benzinga ham bor. Benzinga ham yuradi. Nech pul qilamiz aka? Kattgina qilaylik aka, sotilayotgan qilib. 50 qancha? 40 ga ketadimi? 40. 7. 40 da aka, nima qilasiz u 7 bitta qilib? Aka, berib yuboring shuni. Ha? Kamlik qiladi-da. Zo'r bo'ladi. Xarajati zo'r bo'lganda hammasi qiling, zavodskiy qo'yilgan orqalari, fartuklari, nimalari. Shu indida Damas slabo qilinganlari arzonroq-ku. Yo'q, shunaqa-yu, lekin xarajati zo'r bo'lgan. Tochkasi nechi pul? Qimmat aytib o'tirmaylik, shu sotiladigan qilaylik. 7 bo'lsa berib yuboramiz. 47 aka, shu aytgan narxingiz bo'lyapti-da, tushib bering aka. 43-42 Qaraymiz, telefonlashamiz. bo'ladi, 43-42 lar. Shtir sanaganga bering aka, normalniy narx. Men qimmat qilaman-da o'zi bozorda aka, to'g'risi. Nima qilamiz? Bo'ladi, ha? 43 zo'r, aka, unaqa demang. Ha aka? Ya o'zi 45 ga ham bermadim. 45 ga bermadi. Seriozdan. Qarshina bozorga. Shu qayerdan bunaqa klientlarni topasizlar, ey? 45 ga bermadim. Qarshina bozoriga 45 ga bermadim aka. Mana beramizmi podpischilarga? Ko'ramiz. Bo'ladi, ha? Telefon qilishsin aka, qaytarmaylik, ana kreditlar deb. Bo'ladi, ha? Aloqa chiqinglar, gaplashinglar. 45 million so'm shishtir bo'lsa, berib yuboramiz, ha? Ha, bering aka, nima qilasiz aka? 1-2 million nima qilib. Bo'ladi, ha? Dilazlavizda baribir aka. Shunaqa-yu, kamlik qiladi aka. Kamlik deysizmi? Ha, gaplashamiz aka, bo'ladi. Gaplashamiz, telefonlashamiz. 45 million so'm, yana qo'shasizlar, nima qilasizlar, bu kishi choti yo'q deyaptilar. Telefon nomeringiz? 87lik 87lik 300 300 216 216 aha 1682. 1682. Mashinamiz qayerda bo'ladi?
Mashina kitobga bo'ladi. Kitobda bo'ladi, ha? Kitobda bo'ladi, aloqa chiqib gaplashlaringiz bo'ladi. Ustalarga tekshirtirib olsanglar, ha?